Assalomu alaykum avvalambor. Bugun erkaklar va ayollarni hayotida bor hozir sodir bo'layotgan muammolarini ko'rib o'rganib chiqamiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni ham unutmang. Qarang, erkaklar, ya'ni bu yerda inglizcha yozilgan erkaklar va ayollarning muammosi. Bu yerda erkaklar va bu yerda ayollar. E'tibor bering, diqqat bilan eshitishga harakat qiling va tushunishga harakat qiling. Erkaklardagi hozirgi bor muammo qarzdorlik. Qarzini bera olmaslik, qarzga botish, ya'ni puli yetmay qolishi, puli boshqa narsalarga sarflanadi yoki o'sha pulni topa olmaslik, qarzga botishga ham sabab bo'layotgan muammo. Undan tashqari, ish boshlay olmaslik, biror bir ishni boshlashga shijoat topa olmaslik yoki ish boshlashdan qo'rqish, boshlasa ham puli yetmay qolishi yoki xato qilib qo'yishi, undan tashqari kimdir aldab ketishi, ya'ni ishi o'xshamasligi. Erkaklarda bor muammo. Xo'p, undan tashqari uchinchisi pul jamg'arma qila olmaslik. Nima uchun bunday bo'ladi? Ya'ni qancha pul topsa ham sarflanib ketadi. Faqat muammolarga sarflanib ketadi. Hech o'ziga sarflay olmaydi yoki-da o'zini rivojlanishiga sarflay olmaydi. Qancha pul topsa ham jamg'ara olmaydi, ya'ni o'zini rivojlanishiga. O'ziga hatto kiyim ola olmaydi, o'zini bir xohlagan narsalarni ola olmaydi, balki barcha muammolariga, atrofidagi muammolariga sarflanib ketaveradi. Xo'sh, qo'lidan hech narsa kelmaydiganday inson o'zini his qilishi yoki-da qo'rquv bo'lishi, qo'limdan hech narsa kelmaydi, baribir foydasi yo'q, nima qilsam ham baribir o'xshamaydi deb umidsizlikka tushib qolishi. Bu muammo ham ko'pchilikda bor. O'shanda boshqa ish qidiradi, kimnidir qo'liga ishlashga harakat qiladi. Ya'ni nima bo'lsa ham o'zi ish boshlay olmaydi. Ish boshlashdan qo'rqadi. Nima uchun? Qo'limdan hech narsa kelmaydi degan asos bilan yashayapti. Xulosa bilan, ya'ni o'zi qaysidir ishni qilib ko'rgan, uddalay olmagan, yana nimadir qilib ko'rgan, xato qilgan, o'xshamagan, o'shandan keyingi uni xulosasi qo'limdan hech narsa kelmaydi. Bularning ham sababi bor, keyin gaplashib o'tamiz. Xo'sh, 5-chi muammo. Insonlar tomonidan rad etilishi. Hech kim uni fikrini inobatga olmaydi. U kimgadir nimadir ish boshlamoqchimi, nimadir ish qilmoqchimi, uni fikrini inobatga olishmaydi. Uni mensimaydi, uni e'tiborga ilmaydi so'zlarini yoki-da gaplarini, uni fikrlarini e'tiborga olmaydi. Va o'zidan kichkinani oldida ham o'zini qandaydir bir o'rni yo'qday og'riqni his qilishi, o'sha fikrlar aylanib yurishi, ichida alamzadalik, hali ko'rsatib qo'yaman, hali unday bo'ladi, hali bunday bo'ladi deb o'zidagi og'riqlar bilan yashashi. Bu muammolar ham ko'pchilik erkaklarda bor. Xo'sh, endi ayollardagi bor muammolarni bir qator sanab chiqaman. Kimda o'sha muammo bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qarang. Xiyonatga uchrash, ya'ni eri tomonidan boshqalarga sevgi izhor qilishi, boshqalarga ketib qolishi, boshqa ayolni topishi va hokazo. Xiyonatga uchrash. Undan tashqari, qaynona kelin o'rtasida kelishmovchilik. Misol uchun, qaynonam eshitmaydi, meni kamsitadi, meni doim ayblaydi yoki-da men bilan urush chiqaradi, faqat janjal qidiradi, faqat meni xatolarimni topib men bilan janjal chiqaradi, ya'ni xatolarimni chiqaradi, kovlaydi va men bilan janjallashadi yoki-da umuman meni fikrimni inobatga olmaydi. Umuman meni eshitmaydi. Faqat meni chaqib beradi. Ya'ni erimga yomonlaydi, unga yomonlaydi, meni yomon ko'rsatadi. Farqi yo'q. Bu qaynona kelin o'rtasida kelishmovchiliklar. Xo'sh, erkak tomonidan mehr ola olmaslik. Eri tomonidan, ya'ni mehr ola olmaslikka nima kiradi? Eri e'tibor bermasligi, eri bemehr bo'lishi, eri hech qanday shirin so'z aytmasligi. Bular mana shu erkak tomonidan mehr ola olmaslikni ichiga kiradigan, ayolga og'riq beradigan vaziyat hisoblanadi. Xo'sh, ayblanish. Misol uchun qaynosimi, erimi tomonidan farqi yo'q. Ayol kishi ayblanish. Sen aybdorsan-da, sen qilgansan-da, sen bunaqasan, sen shunaqasan, hammasini sen qilgansan, sen bunaqa qilganingda bunday bo'lardi, sen unday qilganingda unaqa bo'lardi deb faqat ayblash. Faqat u bilan janjallashish, ayblarini
yuzaga chiqarish. Ya'ni bir so'z bilan aytganda umuman uni fikrini inobatga olmaslik. Xo'sh, endi erdan pul ola olmaslik. Misol uchun eriga pul so'raydi-yu, qanday muammo bo'lishi mumkin? Uni ham izohlarda yozasiz. Erimdan pul so'rayman-u, hay beraman deydi-da, bermaydi, unutib qo'yadi. Yoki-da beraman, hozir muammolarim ko'p. Hozir o'zimni muammoim ham yetib oshib ketadi deydimi, qanday? Yoki-da umuman men pul so'rasam, umuman menga bermaydi. Hozir meni o'zimni muammoim yetarli, senga pul bera olmayman degan fikrlarni qiladimi? Bitta narsani biling. Agarda ayol kishi o'zgarsa, erkak kishi ham o'zgaradi va boy bo'ladi. Erkak kishining boy va muvaffaqiyatli bo'lishi ayol kishiga bog'liq bo'ladi. E'tibor bering va yana ayol kishining qo'rquvlari. Men yolg'iz qolib ketaman. Meni misol uchun men eshitilmasam ayblanaman, boshqa bo'laman, men kelisha olmayman, xiyonatga uchrayman, yolg'iz qolib ketaman. Undan tashqari ham bir qancha ichki og'riqlar bo'lishi mumkin. Men biror mijozlarim bilan ishlaganimda 100 ta mijoz bilan ishlasam, 100 ta mijozni muammosi 100 xil bo'ladi. Men bu yerda bir qancha muammolarni sanab keltirdim. Bu yerda muammo juda ko'p. Avvalambor siz buni diqqat bilan kuzating va o'zingizdagi bor muammoni izohlarda yozib qoldiring. Endi e'tibor bering. Erkak kishimi, ayol kishimi, bu sizni doimki travma bilan yashab kelayotganingiz sababli hozir sizda shakllangan xulosani tashqarida tasdig'ini ko'ryapsiz. Qarz bo'lyapsizmi, ish boshlay olmayapsizmi, hech kim sizni mensimayaptimi, xiyonatmi, eri tomonidan mehr ola olmayapsizmi, farqi yo'q. Barcha muammo ong ostida bo'ladi. Sizning ishonch e'tiqodlaringizda. Buni yechish mumkinmi? Albatta. Bu sizni o'zingizga bog'liq, albatta. Shuning uchun agar men o'zgaraman desangiz, bu o'zingizning ixtiyoringiz. Xo'p, men o'zimni tanishtirib o'taman. Men ong osti bilan ishlovchi mutaxassis psixologman. Ya'ni sizdagi bor mavjud muammoni ildizigacha bartaraf qilib, yangi e'tiqodni sizga, ya'ni yangi ishonchni shakllantirish bo'yicha professional bo'laman. Tohirjon Esonovning professional shogirdlari bo'laman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Qadri baland qadrdonlarim.